Men Allomerganov Muratbek, hozirda 18 yoshdaman. SMM marketing sohasiga kirib kelganman 8 oy bo'ldi. O'zimning blogimni yuritib turib, daromadga chiqqanman. SMM shaxsiy brend marketing Instagram qiziq bo'lsa, shu ko'rsatuvni oxirigacha ko'ringlar. Meni ko'pchilik joychi bolalar taniydi. Adim Azizbek, yoshim 34 da. O'zim mutaxassisligim iqtisodchi bo'lgani bilan hobbim qurilish sohasida bo'lgani uchun qurilish sohasida 2015-yildan beri faoliyat yuritib kelyapman. 3 oyning ichida Instagramda qurilish sohasidan 10 ming obunachi yig'dik. Agar sizlarga shuni shabinganim qiziq bo'lsa, ko'rsatuvni oxirigacha ko'ringlar. Hozir hammaning qo'lida telefon. Hamma Instagramda, hamma YouTube'da xabar yuboramiz, gaplashamiz, telefonlashamiz. Lekin bugungi ko'rsatuvda telefondan daromad topishni o'rgatamiz. Ismim Botir Alloberganov, videografiya, mobilografiya bo'yicha ko'p yildan beri faoliyat ko'rsatyapman. Ismim Xushnud To'rayev, 35 yoshdaman. Media sohasida 6 yildan beri faoliyat yuritaman va bugungi kungacha 100 dan ortiq insonlarga Instagram orqali daromad qilishni o'rgatganman. Agar siz Instagram orqali shaxsiy brendingizni rivojlantirib, daromadingizni 5-10x ga oshirmoqchi bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvni oxirigacha ko'ring. Chunki qimmatli ma'lumotlarni bepul o'rgatamiz. Qayerga bormaylik, to'yga boramizmi, yaqinlar bilan didorlashamizmi, hammasida, hatto oila davrasida kechki ovqat mahalida ham qo'limizdan telefon tushmasligi haqiqat. Darrov yangiliklardan xabardor bo'lishga harakat qilamiz yoki kimgadir yangiliklarni qaynoq holda uzatishga urinamiz. Hech bo'lmaganda o'zimizni suratimizni joylab, kuzatuvchilarni yanada faol bo'lishga ham undaymiz. Aslida mana shu jarayon bizga nima beryapti? Yoki biz nimalarni unutib qo'yapmiz? Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishimiz, aniqrog'i bugun Instagramda faol bo'lishimiz bizga nima beryapti? Bu zaruratmi, ehtiyojmi yoki talabmi? Barchasi haqida bugun gaplashamiz. Yana ham diqqat bilan bizni tomosha qilishda davom eting. Bugun hammasidan sizni xabardor qilamiz. Hech bo'lmaganda shaxsiy brendingizni yaratish usullari va ilk qadam haqida ham to'laqonli ma'lumotga ega bo'lasiz. Siz bilan endi suhbatni davom qildiramiz. Dastlab tanishib oldik mana. Xo'sh, Instagram siz uchun nima? Nima beryapti sizga bugun? Instagram hozirgi kunda bu men uchun pul manbai. Chunki hozirgi kunda juda ko'p inson Instagramdan noto'g'ri foydalanadi. O'zini tanitish, shaxsiy brendini qurish orqali pul manbaiga aylantirsa bo'ladigan platforma. Siz uchun Instagramni men pichoqqa o'xshataman. Agar to'g'ri foydalanilsa, yaxshi narsa olib boradi. Agar xato foydalansa, qotillik boshqa narsa olib boradi. Instagramdan shu narsaga o'xshataman. Agar to'g'ri foydalanilsa, o'zingizni tanitib, pul topsangiz bo'ladi. Masalan, shaxsiy brendingiz orqali yoki biznesmen bo'lsangiz, o'zingizni xizmatingizni sotib turib, produktingizni sotib turib. Pichog'ingiz o'tkir bo'lgan mahal, o'zingizga jarohat yetkazgan paytlaringiz bo'lganmi? Hozircha xato qilganmisiz? Yo'q, hozircha bo'lmadim. To'g'ri ishlatgansiz demak, a? Hozircha sizningcha Instagram nima? Instagram bu shaxsiy brendni rivojlantirish orqali shuni orqasidan pul topish. Va odamlarning orasida sizni o'zingizning o'rningizni topish va sizni namoyish etishingiz kerakligini va siz nimalarga qadrligingizni odamlarga ko'rsatib berish. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bu bugun kundan kunga, yildan yilga davr bir talabiga yoki insonlar uchun bir zaruratga, ehtiyojga aylanib boryapti? O'zimizni borimizni ko'rsatish uchun biz real hayotdan ko'ra virtual olamga ko'chishni o'zimiz uchun bir qulayroq deb bilyapmiz. Buni daromad manbai sifatida qarayapmiz. Bunga nima zarurat va ehtiyoj bor? Buni dopamin bilan bog'lasak bo'ladi. Chunki insonlar hozir juda ko'p stressda yuradi va yaxshi kayfiyatda yurmaydi. Shuning uchun vaqtini yaxshi o'tkazgisi keladi. Shu sababdan ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p video ko'rishadi, scrolling deydi. Scrolling, ya'ni odamlarga yengil qanaqadir yaxshi kayfiyat ulashuvchi narsa kerak. O'shaning uchun odamlar kuni bilan stressda yuradi, ishlaydi, charchaydi va keyin uyga kelib o'sha telefonni olib qisqa muddatda dopamin oladi, yaxshi kayfiyat oladi. O'sha narsaga hamma mukkasidan ketgan, o'rganib qolgan. Afsuski hozir shunaqa. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishingiz, Instagram yuritish istagi va birinchi qadam o'zingizda nima zarurat yoki nima istak yuzasidan paydo bo'ldi? Qachon boshlagansiz bu qadamni? Bu 2020-yilga borib taqaladi. Ya'ni o'sha juda ko'pchilikni ijtimoiy tarmoqqa kirishiga sabab bo'lgan voqea pandemiya. Demak, biz Rossiyada bo'lganmiz, oilaviy Sankt-Peterburgda. Bu yerda 15 yil ham yashadim, ham ishladim va 2020-yil pandemiyada, demak, hamma joy yopiq, ruxsati yo'q hech qayerga. Uyda men ham shu video ko'rib yotganimda bitta blogerdan motivatsiya olganman. Ya'ni YouTube'ni hozir boshlaylar, hozir boshlasanglar, to'xtamasdan video qo'yib, 3 yil davomida davomiy bo'lib turib, pul topmasanglar, men sizga 10 ming dollar beraman degan gapi juda qattiq ta'sir qilgan. Mana blogerlik qobiliyatim bor, menimcha men bu narsani eplayman deb turib,
boshlaganman va boshqa sababi ham bor. Chunki men ko'proq insonlarga foydali ma'lumot berishni yaxshi ko'raman. Kimdir buni motivatsiya deb qabul qiladi. Men shunchaki odamlarga nimanidir o'rgatishni yaxshi ko'raman. Oshpaz bo'lib ishlaganman. Odamlarga misol investitsiya qilishni, moliyaviy savodxonlikni, fikrlashni o'zgartirishni, hayotini o'zgartirishni etardim. Kitob o'qigan, bekorga video ko'rmagan, kitob o'qib bilim oldirdim. Bitta-bittalab gapirardim hammaga. Qarasam hammaga bitta-bittalab gapirib bo'lmaydi. Keyin o'ylaganman, nima qilsam meni ko'pchilik eshitadi. O'sha paytda media sohasi menga kelgan. Ya'ni to'xta, men demak mediaga chiqishim kerak. U paytlar YouTube juda ham rivojlangan edi, Instagram endi rivojlanib kelyapti va o'shanda men 2020-yil YouTube'da faoliyatim boshlaganman. Hozirgi kunda adashmasam, kecha ko'rganimda 57 ming obunachim bor ekan. O'sha daromadga o'zingiz chiqdingizmi 3 yildan keyin? Chiqdim. Men 6 oyda chiqdim. 6 oyda u paytda monetizatsiya bor edi YouTube'da va 6 oyda men daromadga chiqqanman. Afsuski, ayrim sabablarga ko'ra O'rta Osiyoda, Rossiyada ham monetizatsiya o'chirildi. Shundan keyin demak daromadni boshqa yo'llarini qidirishni boshlab, uni ham yo'llarini topdim. Bugun endi hamma mavzuni yoki biron bir tilga olmoqchi bo'lgan holatimizni ijobiy va salbiy tomonlari bor. Bugun biz ko'proq Instagramda faol bo'lish, shaxsiy brend yaratish, uning kamchiliklari va o'ziga yarasha yutuqlari haqida gapiryapmiz. Keling dastlab uning minus tomonlariga e'tibor qarasak. Bugungi kunda biz, ya'ni biz deganda men ko'pchilik tomondaman, siz tomonda emasman. Xo'sh, qanday xatolarga yo'l qo'yyapmizki, daromadga chiqa olmayapmiz, faqat ko'z-ko'z qilib yolg'on hayot ichida bo'lyapmiz va boshqalarga ham aynan Instagramdan foydalanish yomon, soatlab o'tirma degan salbiy fikr singishiga sabab bo'lib qolyapmiz. Bizni xatomiz qayerda? Turlarga bo'lardim men bu xatolarni. Misol uchun, yoshlarga keladigan bo'lsak, O'zbekiston aholisining 70%ni yoshlar tashkil qiladi. Yoshlar vaqtini behuda sarflamoqda. Odamlarga hech qanaqa foydasi tegmaydigan kontentlar, giveawaylar, shunga o'xshash challengelar, bu yoqdan bu yoqqa pishqon boraman, mana bunaqa ovqat yesang pul beraman, odamning sog'lig'iga zarar narsalar, fikrlashni hech qanaqasiga o'stirmaydigan, kerakmas bo'lgan kontentlar ko'payib ketgan. Yoshlar shuni iste'mol qilishmoqda. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato bu mutaxassislarga aytaman. Birinchisi yoshlar bo'lsa, ikkinchisi bu mutaxassislar, ya'ni soha egalari. Agar marketing taraflama qaraydigan bo'lsak, eski instrumentlarga qolib ketishgan, ya'ni qayerdadir bir arendaga joy ochishadi, plakat yopishtirib qo'yadi, bo'ldi. O'ylaydiki, sarafanli marketingdan kimdandir eshitib keladi deydi. Hozir ijtimoiy tarmoqda bo'lmasa, mijoz kelmaydi. Va soha egalari nima qilmoqda? Xatosi shuki, kontent ko'rib o'tiradi. O'zi kontent ishlab chiqarmaydi. Faqat kontent ko'rib o'tiradi. Ko'rganda ham o'sha bo'lar bo'lmas, foydasi yo'q, kerakmas bo'lgan informatsiyadan ko'rishadi. Shuning orqasidan ularga mijoz kelmaydi, vaqtini behuda sarflaydi va o'sha ochgan biznesini yopadi keyin. Xato shunda, ya'ni o'zi chiqmayapti, boshqalarning videosini ko'rib like bosib o'tiradi. Kimnidir foydasiga ishlash, vaqtini zoyalash sifatida baholayapsiz. Xo'sh, sizningcha biz yana qanday xatolarga yo'l qo'yyapmiz? Shaxsiy brendimizni yaratish o'rniga mana birinchi, ikkinchi sabablar ko'rsatildi. Aslida kontentlarning hammasi bir xil, lekin ekspert sifatida aytib bilmayman, buni xato, buni to'g'ri deb. Lekin hozirgi vaqtda ko'p yoshlarimiz ta'limga qiziqmaydi, ko'pisi Instagramda yuribdi. O'zini blogerchilikni ham to'g'ri yo'nalish va blogerchilikning o'zi maqsadi odamning ichindagi gaplarni chiqarib yetirib berish, lekin ko'p odamlar shunday bachkana videolarni chiqarib turibdi. Masalan, birisine shart beradi, palaming like bo'lsa, sochimni kala olaman deydi. Bu narsalar endi men uchun xato. Qalagan odam Instagramga chiqib, o'zining shaxsiy brendini yuritib turib, yaxshigina daromad etsa bo'ladi. Odamlarga manfaati deydigan videolarni ishlab turib. Menimcha bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinda ham allaqachon savollar tug'ildi. Tezroq daromad haqida ham gaplashinglar, qancha topishar ekan deb. Lekin hozir aytmaymiz. Keyinroq to'xtalamiz. Ko'rsatuvni diqqat bilan tomosha qilishni yana sizga tavsiya beramiz. Biz ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, ayniqsa Instagramdan noto'g'ri foydalanish oqibatlari va uning zararlari haqida gaplashamiz. Dastlab ana keyin foydali jihatlarga o'tamiz. Sizningcha biz yo'l qo'yayotgan mana shu xatolar bizga yana qanday zararli oqibatlarni keltirib chiqaradi? Foydasiz kontent ko'rish, vaqtni behudaga sarflash. Boshida Instagramdan chiqib ketishni rejalashtirganman. Nimaga desa, ko'p vaqtim Instagramda qolib ketyapti va Instagramdan men foydali narsa olishim kerak. O'zimga kerakli ma'lumotlarni olishim kerak va xalqqa manfaatli video chiqarish uchun o'zimga kontent plan tuzishga, manfaatli bo'lgan, o'zimga foydali bo'lgan videolarni olishga qaror qilganman va ma'lum miqdorda erishdik. O'sha qarorga kelganingizdan keyingi qadamni esga olib o'taylik. Kimdan maslahat so'radingiz, kimlardan o'rganishga harakat qildingiz? Birinchi rejalashtirishni boshlaganimda proyektlarni qidirib boshlaganman. 3-4 ta mutaxassisni kuzatganman, qaysi bilan ishlasa bo'ladi, qaysi bilan men o'zimni ko'ra olaman yutuqlarimni. Keyin ustozni videolari chiqib qoldi oldimda, Instagramdan foydalanayotganda.
Keyin ustoz bilan bog'lashishga harakat qilganman. Ustozni kursiga yozilganman. Shu kurs natijasida hozir 3 oyning ichida 10.000 obunachi yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Shaxsiy brendimni rivojlantirish orqali ustozdan olgan bilimlarim va Instagramni to'g'ri foydalanish va Instagramdan o'zimga kerakli ma'lumotlarni olish va to'g'ri yo'nalish bo'yicha ketish orqali 10.000 obunachi 3 oyning ichida erishishga muvaffaq bo'ldik. Siz kimdan o'rganishga harakat qildingiz? Shu SMM marketing sohasini 2025-yil 3-avgustda boshlaganman. 3 oylik offline kursni o'qib chiqqanman. Bundan keyin 1-2 proyektlar chiqqan. Proyektlar bilan ishlashganman. Keyin yana o'zimni bilimlarimni oshirish uchun, shaxsiy rivojlanish uchun, o'zimni blogimni yuritish uchun Xushnud To'rayev ustoz kursini yozilganman. Kursimda o'qib turib biznesmenlar bilan tanishdim. Birisi joychi bola SBK bilan ishlashib, shu aytganning 3 oyda 10.000 organik podpiska yig'nadik. Shaxsiy brendini yuritib turib, bundan boshqa yana stabil 3 dona proyekt bilan ishlashib kelyapman hozirgi vaqtda. Kuzatuvchilarni son jihatdan ko'paytirish, odamlarning diqqat va e'tiborini tortishda menimcha nom tanlash juda ham muhim ekan. Joychi bola mana bir qarashdayoq nomlanishda o'zidayoq diqqatni tortyapti-da. Mana shu nom tanlanishda ko'proq yana nimalarga ahamiyat qaratasiz? Maslahatlar qanaqa bo'ladi bu borada? Nom tanlashda asosiy o'zi bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelishi kerak. Bu nomni ham o'zi menga xalq o'zi qo'ygan. Nimaga desam, men quruvchi bo'lgandan keyin, joy bilan shug'ullangandan keyin telefon qilib ismimni bilishmaydi, seni bir inson taklif qildi, joychi bo'lamisan deb menga maslahat berib, maslahat so'rab, o'sha telefon qilib odamlar u nom qidirishda menda qiyinchilik ham bo'lgani yo'q. Nimaga desa, xalqning o'zi qo'yib qo'ygan nom bor edi. O'shandan foydalandik xolos. Aytadi-ku, qadr qatta oyoq tagida deydi-ku. Shu oldimizda turgan narsadan foydalanib qo'ya qoldik. Hozir mana allaqachon daromadga chiqib, boshqalarga ham bu bilimni ulashyapsiz. Qaysidir ma'noda ustozsiz va allaqachon tajribaga ega bo'lgan insonsiz. Lekin bugun hamma ham ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgisi keladi. O'zini kuzatuvchisiga ega bo'lgisi keladi. Borini ko'rsatib maqtangisi, qobiliyatini ko'rsatgisi keladi. Lekin hammada ham birdek imkoniyat yo'q. Kimdadir tashqi ko'rinish bor, kimdadir so'zamollik yetishmaydi, kimdadir yaxshi so'zamollik bor, qanday foydalanishni bilmaydi. Xo'sh, dastlabki qadam oddiy kuzatuvchi uchun, ya'ni oddiy insonlar uchun qanday bo'lishi kerak? Mutaxassisga uchrashi shartmi? Shart, albatta shart. Nimaga desa, ustozsiz o'sishning iloji yo'q. Nimaga desa, ustoz sizga qancha yillar davomida bosib o'tgan masofalarni sizga qisqa yo'l bilan shu joyga olib borishga harakat qiladi. Men fikrimcha ustoz bilan o'sish osonroq va tezroq bo'ladi deb o'ylayman. Bugun o'zingiz ham ustozsiz. Shunaqa. Qanday o'rgatyapsiz endi shogirdlarga? Qo'ldan kelgancha o'zimni bilgan bilimlarimni o'rgataman, maslahat so'raydilar. Qiziqqan insonlar ham birdek o'rgana olishadimi? U o'zini ehtiyojiga, o'zini qiziqishiga va harakatiga bog'liq. Yoki keyinchalik fikri o'zgarganlar ham bo'lganmi? Topilganmi shunday insonlar? Ha, shunaqa. Menga to'g'ri kelmadi, shunaqa boshida oson deb o'ylashadi. Ichiga kirib borgandan keyin, qiyinlashib borgandan keyin ular bu daraja qiyinligini bilmaganmiz. Qo'shimchalar qilmasdan faqat borini boricha olib chiqaman deb boshidan niyat qilganman. Olib chiqqanimda negativlar bo'lgan. Bu oson, buni hamma ham qila oladi. U negativlarga ustozdan maslahat so'raganman, nima qilsa bo'ladi? Shunaqa odam ruhiyatiga ta'sir qilyapti deganda ustoz tavsiyalar bergan. U hammada bo'ladi. Boshlanishida o'sha insonlar sizga negativ yozayotgan insonlar, boshida negativ yozayotgan insonlar oxir-oqibat sizga muxlis bo'lib qolishadi. Kelishib ketasizlar aka. Shunaqa. Keyin boshida bloger bo'ldingmi, Instagram yuritish boshlabsan deb turgan insonlar keyin sizni o'z yoningizga kelib, zo'r ketyapti deyishgan fikrlar. Inson boshida yangilikni qabul qilish qiyin bo'ladi, nimagadir. Shunaqa. Yoki o'zingga yaqinlaring ham aynan nima endi Instagramda ko'ramizmi seni faqat, Instagramda chiqasanmi degan bir ikkilanish fikrlarni yoki bir salbiy tanqidiy fikrlarni ham aytishsa, menimcha o'zingda ham boshqacha ruhiyatni his qilishing mumkin. Lekin qo'llab-quvvatlashsa qanday yaxshi. Zamonaviy kasb egalarisiz, sizni safingizga endi men yana bir yigitni taklif qilishni xohlarim. Menimcha siz tasvirga ishlarni tugatdingiz yoki xalaqit berdikmi? Yo'q. Bugun omadli insonsiz, ishoning. Studiyada bugungacha hech kimga bunaqa imkoniyatni, bunaqa ruxsatni bermaganmiz. Marhamat, tasvirga olishlaringiz tugagan bo'lsa gaplashamiz. Hozirgacha bo'lgan jarayonda deylik, mana 20 daqiqa vaqt o'tdi oradan. Nimalarni tasvirga olishga harakat qildingiz? Ko'proq nimalarga e'tibor qaratdingiz? Hamkasbim o'zi gaplagan jarayonlarni olib chiqdim.
Bularning hammasini bir videorolik etib to'plab, promo rolik yasaymiz. Instagramga joylaymiz. Instagramga joylashimizning sababi biza уже har kunimizni qo'yib boramizdan, har kuni nov jarayon bo'lib turibdi. Shu qiziqarli narsalarni qo'yib boramiz. Nov ishlatib yuribmiz, qayerga boramiz, hammasini yinglab qo'yamiz Instagramga. Eng qiziqarli jihatiga baribir e'tibor qaratasizda, to'g'rimi? Kuzatuvchilar uchun muhim bo'lgan, ularning diqqatini tortuvchi jihatlarga, deylik, zerikarli bir davra suhbati bo'lishi mumkin yoki endi fe'l-atvori, qiziqishi turlicha bo'lishi mumkin kuzatuvchilaringizni. Hammani ham birdek e'tiborni tortuvchi nuqtalarga qanday e'tibor qaratasiz? Instagramning shunday algoritmi bor. Kim novga qiziqsa, eldidan shu narsaga kelib chiqadi. Men videograf sifatida men kontent chiqarsam, meni faqat shu 90-95% faqat videograflar ko'radi. Mana shu narsa ular like bosadi, rekomendatsiya chiqib, faqat shu videograflarning oldidan chiqadi. Videograf, montajyor. Siz qachon o'rganishni boshladingiz? Nima sabab bo'ldi bunga? Bu meni hobbim. 2005-yilda o'rganib boshladim. Bu hobbi. Kunida bir 5-6 soat, 8 soat, 10 soat ishlayman shuni ustida. O'zi asosiy ishingiz nima? Sir bo'lib qolaversin. Sira. Lekin mana shu qiziqishingizning ortidan bir oyda qancha daromad topish mumkin? U ham sir bo'lib qolaversin. Nimaga desa, uni bir xil nimasi yo'q. O'rtacha. O'rtachasini ham aytib bo'lmaydi. Nimaga desa, harakat qilganingizga bog'liqdan. Misol bir oyda biza minusga kirib ketgan vaqtlarimiz ham bo'ladi. Nimaga desa, bir proyekt bilan yoki shaxsiy brend bilan ishlaganda uni ustida bir odam ishlamaydi. Kamida 4-5 odam ishlaydi. Nimaga desa, bitta videograf, bitta yoki ikkita montajyor bo'ladi. Shaxsiy brend mutaxassisi, misol kontent plani yozadi, shularning hammasini qiladi. Hammasiga alohida pul beriladi. Shuni hisobini biz hamma vaqtdan plusga chiqmaymiz. Blogerlar faoliyatini kuzatgan paytimizda yonida faqat bir kishi bo'ladi. U ham tasvirga olish ishlari bilan band bo'ladi. Ko'pchilikning diqqat va e'tiborida qolgan holat mana shu manzaradan o'ylash mumkinki, faqat 2 kishidan iborat bo'ladi bu guruh, bu jamoa degan fikr singib ketganda, lekin hozir tushunishimcha bir jamoa bo'lib ishlashga to'g'ri kelar ekan. Endi shaxsiy brendga to'xtalsak, shaxsiy brend ustida ishlash o'zi aslida bugun kimlar uchun zarurat bo'lyapti? Kimlarga ko'proq kerak? Aslida bu meni shaxsiy fikrim. Oldin hammaga kerak deb o'ylardim. Oldin endi boshida boshlagan paytlarim, lekin hozirgi kunga kelib fikrim o'zgardi. Kim o'zini savdosini oshirmoqchi bo'lsa, sohasida, biznesida daromadini 3x, 5x ga o'stirmoqchi bo'lsa, ana o'sha insonlarga kerak. Hammaga ham kerak demayman. Kerak emas bo'lgan insonlar ham bor. Ular kimlar, misol uchun mediaga chiqishni xohlamagan, uyalchang yoki bo'lmasam oilasida kimdir ruxsat bermaydi agar ayol kishi bo'lsa, o'shalarga misol kerak emas. Qolgan hammaga menimcha kerak deb o'ylayman. Chunki aytib o'tganimdek, Instagram hozir bu daromad manbaiga aylanib qolgan. Mutaxassislar o'zini kasbi orqali Instagramdan daromad qilishi mumkin. Juda ham katta daromad qilishi mumkin. Endi daromad deb gapni shunga olib kelyapsiz. Siz uchun sir bo'lmasa agar tomoshabinni qiziqtirayotgan mana shu savolga ham javob bersak. Qancha daromad topish mumkin? Bir nafar insonning, deylik, o'sha tadbirkorning shaxsiy brendi ustida ishlasak. Mutaxassis sifatidami yoki har kim o'zidami? Misol uchun jamoa sifatida deylik. Bizda hozir men bu sherigim aytganimizdek aniq bitta summa yo'q, chunki har oy har xil bo'ladi bizda. Ya'ni o'sha ketqizgan chiqimlarimizga qaraymiz, chunki biz ham ko'p investitsiya qilamiz, rivojlanishda to'xtamaymiz. Misol o'zimiz bizga misol daromad kirib kelsa, biz uni albatta reinvestitsiya, ya'ni biznesning o'ziga surtamiz. Misol yana yangi apparatlar olamiz, fotoapparat olamiz, ishchi olamiz yoki yaxshiroq joylarga ko'chib o'tishimiz mumkin. Kurs sotib olamiz yangi Toshkentdan, Qozog'iston, Rossiyalik mashhur ekspertlardan. Aniq menimcha summa topaman deb ayta olmayman, lekin o'zimning shaxsiy brendim orqali, blogim orqali oxirgi 5 oy ichida men taxminan $10,000 ortiq daromad qildim. Va bu narsa, bu summa hozir o'sib bormoqda. Instagram deganda ko'pchilikni kuzatuvchilarni ikkiga bo'lish mumkin bugun. Kimdir ishonadi, kimdir siz aytgandek ijtimoiy o'sha tarmoqlardagi faolligi uchun yoki daromad manbai sifatida qarasa, undan yaxshigina foyda olsa, foydalanib bilsa, ikkinchi tomon kuzatuvchilari faqat bu vaqtimizni oladi. Boshqalarni kuzatish orqali vaqtimizni yo'qotamiz degan qarashlar bilan sizga qaraydi-da baribir. Ikki tomonga bo'lingan bugun odamlarning fikri nuqtai nazar deb aytishimiz mumkin. Lekin har birimiz bugun ijtimoiy tarmoqda qaysidir ma'noda, yaxshi ma'noda faol bo'lishga, yanada o'zimizni qobiliyatimizni, iste'dodimizni yoki ijodimizni ko'rsatishga majbur bo'lyapmiz. Ko'proq bizni virtual dunyoda kuzatishyapti. Bugun tan oladigan bo'lsak, ko'plab o'sha marketlarning yuritilishi,
tadbirkorlikning o'sishi yoki endigina ish boshlagan odamlarning xatti-harakatlarini bugun yaxshigina ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilib, tanilganligiga guvoh bo'lyapmiz. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmagan. Ularni tanilishida siz kabi jamoaning mehnati bor-da. Ko'proq kimlar bilan ishlagansiz? Bugun mana tanilgan, biznesi yaxshi bo'lgan, o'zini ham yaxshigina ko'tarib olgan kimlarni bugun ayta olasiz? Biz bilan ishlashgan mana o'shalar bilan noldan boshlaganmiz mehnatimizni deb. Marketing sohasiga endi girdim. Girib kelmay bir 8-9 oy bo'ldi. Shuning orasida bir-ikki proyektlar bilan ishlashdim, biznes egalari bilan. Shundan kursini o'qib chiqqanimdan keyin, komandasini qilgandan keyin shaxsiy brend o'tdim. Ya'ni shaxsiy brend bilan ishlash bo'yicha aytganimdek 3 oy ichida 10 ming podpiska etdik. Joychi bola SBK bilan ishlash yuribman. Keyin kursini o'qigan yana bir biznesmen bor. Arendachi shaxsiy brendini yuritdik. Ya'ni arendaga joylarni qo'yib beramiz. Uchinchi shaxsiy brendim bo'lsa Mo'ldabga, u tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanadi. Hozirda tikuvchilik sohasida ishlashib turibmiz. Sizdagi ish faoliyatida bilasizmi, o'g'irlik ko'proq. G'oya o'g'rilari, siz o'rtaga tashlangan birinchi videodagi manzarani yoki holatni keyinchalik boshqalar tez takrorlashadi va bu yangilik tezda so'nib qoladi, o'chib qoladi. Doimo o'z ustingizda izlanishga, yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbursiz. Bu vaqtda kimlar bilan maslahatlashasiz? Yangi fikrlar tug'ilishiga nimalar yoki kimlar yordam beradi? Kontent yaratmoqchi bo'lgan vaqtimda har yerdan ko'raman. Masalan, tikuvchilik bo'yicha video chiqarmoqchi bo'lsam, tikuvchini o'zidan so'rayman. Bugun kontent chiqaramiz deb, buni shaxsiyatini olib chiqish kerak bo'lsa, buni necha rakurs olish, necha video olish, har yerdan ko'ramizdan. Bir videoni o'zidan ko'chirib bo'lmaydi buni. Har biridan qisqa ma'lumot olib turib, hammasini yig'nab turib, bir dona kontent etib chiqaramiz. Qiziqarli chiqishi uchun baribir harakat qilinadi. Avon. Va doimiy holatda ko'pchilik tomonidan takrorlanadigan video kontentlar bor. Deylik, buni challenge tarzida qabul qilishimiz mumkin yoki boshqalarni xatti-harakatni yoki ommalashgan bir video kontentni takrorlash holati deyishimiz mumkin. Bu ko'pchilikka yoqadi. Trend. Ayni paytda buni o'sha faxrimiz, g'ururimiz sifatida aytishimiz mumkin, chempionat bilan bog'lashimiz mumkin. Jahon chempionatida qatnashayotgan futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun bo'layotgan holat haqida esga olmoqchi edim. Xuddi shunday, yaxshigina bir g'urur bag'ishlaydigan mana shunday video kontentlarning ko'payishi aslida har birimiz uchun foyda beradi. Lekin kuzatadigan bo'lsak, boshqalarning ishiga nisbatan taqlid qilish, boshqalarning gapini takrorlash holatlari ham ko'proqdek. Bu menimcha hech kimga hech qanaqa foyda bermaydi. Deylik, kimningdir bir yaxshi falsafiy bir gapini o'zlashtirib, o'zida takrorlash yoki kimningdir xatti-harakatini yoki birinchi bo'lib qilgan ishini boshqa bir tikuvchining takrorlashi menimcha hech narsa bermasa kerak. Doimo izlanish, doimo yangilik qilish talabi bor sizda. Instagramni o'zi shu narsani taklif qiladi. Ya'ni sen ham mana bu trendni takrorla, faqat o'zingga adaptatsiya qil, ya'ni o'zingga mosla. Sen qanaqa qilasan deb Instagram o'zi shu taklifni bergani uchun hozir hamma bir-biridan ko'chiradi, bu bor narsa. 99% kontent hozir ko'chirma. Hamma bir-biridan oladi, faqat o'ziga to'g'ri adaptatsiya qilib olish kerak. Birga bir ko'chirish kerak emas, hamma o'ziga moslab olish kerak. O'shanda o'sha yangilik bo'ladi. Albatta ishlayotgan prodyuser, SMM menejer ozgina kreativ qo'shib, kontentni yanada ham qiziqarliroq qilsa bo'ladi. O'sha Instagramni yuritish, shaxsiy brend yaratish borasidagi fikrlaringizga e'tibor qaratishdan oldin, shu haqdagi savol berishdan oldin teletomoshabin diqqat va e'tiborini mana shu videolarga qaratsak. Ana undan keyin sizga savol tashlayman. Qaysi platformada ko'tarilish ansat? Instagram, Qaysinda loyal auditoriya bo'ladi? YouTube'da, Tezroq pul topish imkoniyati qaysinda? Instagram'da, Instagramda 100 ming prosmotrmi yo YouTube'da 1000? YouTube'da 1000 prosmotr, Qaysi birida ko'proq auditoriya ishonchidan girish mumkin? YouTube'da, Qaysi platformada video uzoq vaqt ishlaydi? YouTube'da, Qaysi platformada har kuni ko'rinib turish kerak? Instagram'da, Qaysi platformada haftada bir sifatli video ham yetishi mumkin? YouTube'da, Mahsulotni tezroq sotish uchun, Instagram. shaxsiy brend qurish uchun, O'zi ikkisi ham kerak, lekin boshlanishida Instagram. qaysi platformada mavzuni to'liq ochish mumkin? YouTube'da. Shunda qaysini tanlash kerak? Aslında ikkisi ham kerak. Instagram sizni tanitib bersa, YouTube esa ishonchga kelib sotuvingizni oshirishga yordam beradi. Tan olib, haqiqatni gapirib, shaxsiy brendni yaratish to'g'risidagi haqiqatni aytish uchun, g'oyani o'rtaga tashlash uchun ham ko'proq o'ylanishga to'g'ri kelganmi? Demoqchimanki, faqat o'zingizning yaxshi tomoningizni emas, aksincha kamchiliklarni ham aytib, ishni mashaqqatli tomonlarini ham, haqiqatni ham aytib chiqish foyda, natija beryaptimi har tomonlama? Mentorlik dasturini ishlab chiqqanmiz. Mana shu o'quvchilarim o'qib chiqqan shunda. Hozir ham mana 5-potokka nabor ketmoqda. Shu kelgan paytda men savol beraman. Nimaga meni tanlading o'qish uchun deganimda, siz hammasini ochib ko'rsatasiz deyishgan. Ya'ni men stories orqali o'zimni kamchiliklarimni ham ko'rsatib boraman. Shu dangasaliligim tutib qolsa, kasal bo'lib qolsam, qaysidir ishni eplay olmasam, shuni ochiq ko'rsataman chiqib. Mana men bu ishni qila olmadim.
Chunki mana bunaqa sabab bo'ldi. Deb turib hammasini ochiq-oydin aytib ketaman. Va shuni qanday yo'l bilan hal qilganimni ham ko'rsatib ketaman. Misol yaqinda mana qiziqarli voqea bo'ldi. Toshkentda yilda bir marta bo'ladigan yirik forum bo'ldi. Top 1 degan eng o'sha o'zining sohasida top 1% ga kiradigan ekspertlar yig'ildi. Men o'shada ishtirok etdim. Shu yerda ham qiziqarli voqea poyezdda bo'ldi. Ya'ni meni biletimni noto'g'ri berishgan. Vokzalga borsam, meni poyezddan 1 soat oldin ketib bo'lgan. Ertasi kuni forum, men borishim kerak o'sha Toshkentga. Shuni ko'rsatib berdim. Mana dedim, mana shunaqa tushunmovchilik bo'libdi. Bilet sotgan odamda ayb yo'q, shunchaki noto'g'ri informatsiya bergan. Hazorasibdan deb yozganda biletga. Men aytdim, bu Hazorasibning vaqti, men Urganchdan ketaman desam, "Ha, yozaveradi, boravering" dedi. Borsam, siz poyezd ketib bo'lgan 1 soat oldin. Xafa bo'lmang, hazillardan ham, hazil ham hayotdan olinar ekanda. Latifa bor-ku, bilet qo'limda, poyezd qayerga boradi degan. Xuddi shunaqa. Misol shu voqeani ham yoritib berdim. Boshqatdan kassadan yo'lini topib, boshqa bilet olib 2 soatlik keyingi poyezdga minib ketib, o'sha muammoga tushganimni va shu muammoni qanday qilib hal qilganimni ko'rsatib berdim. Bu menga har doim plyusga o'ynaydi, hech qachon minusga o'ynamagan. Borini boricha ko'rsatish ham menimcha ko'pchilikka yoqadi. Albatta. Lekin aksincha biz, ya'ni oddiy kuzatuvchilar, mutaxassis bilimini olmagan yoki o'z boshimchalik bilan o'zimiz bilguncha hayot tarzimizni ijtimoiy tarmoqda yoritayotgan kishilar tomonidan men bugun dedim, yana eslatib o'taman. Biz esa o'sha to'yga boramizmi, tug'ilgan kunda yuramizmi, oilaviy dasturxonimiz bo'ladimi yoki nimadir yangi narsa xarid qilamizmi, sayohatga chiqamizmi, hamma narsani ko'rsatgimiz keladi, ayniqsa ayollar. O'sha xatolarimiz o'zi aslida nimada? Nima uchun biz ko'proq kuzatuvchi yig'a olmaymiz? Bilimsizlikdan. Hamma narsa bilimsizlikka olib keladi. Chunki har bitta sohani bilimi bor. Har bu Instagramda shaxsiy brend qurishni yoki blog yuritishni, uni blogging deydi. Bu sohani ham ma'lum bir o'zini instrumentlari, bilimi bo'ladi. O'sha bilimni o'rganmaguncha bu narsani qilib bo'lmaydi. Instagram endi rivojlangan paytlari bu narsani show biznes vakillari boshlab berdi. Qayerga borgani, nima ovqat yeganlar, qanaqa mashina yurgani, Dubay, Fransiya sayohatlari. Odamlar bu narsadan bezidi. Va odamlarga samimiy kontent yoqishni boshladi. Bizdagi ayollardagi ayniqsa xatolar shunaqa qilsam auditoriya yig'aman deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Odamlarga qandaydir qiymat berish kerak. O'sha qiymatni evaziga insonlar sizni ko'rishni boshlaydi. Sandan ugina, mendan bugina deydi. Ya'ni shunaqa qonun bor, oldin berish, keyin olish. Siz juda ko'p qiymat berishingiz kerak. Keyin sizga obuna bo'lib, keyin sizni kuzatishadi. Bizanikilar hech qanaqa qiymat ko'rsatmasdan, siz aytgandek maqtangiz keladi. Yo'q hayotni ko'rsatadi. Aslida unaqa hayot emas, lekin o'sha narsani ko'rsatib beradi. Misol uchun mana o'sha restoranga bordik bir marta. Har xil rakursdan videoga rasmga oladi, bir oy qo'yib yuradi. Xuddiki u ayol har kuni shunaqa ovqatlanadi. Bu narsa odamga qiziq emas. Yana bir fikrni eshitgandimda, o'sha Instagramga videolarni qo'yish asnosida aslida odamlar o'zida yo'q bo'lgan yoki birdaniga qaysidir holatda uchrab qolgan narsani menda bor deb ko'rsatishga harakat qilishadi videolari bilan degan. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? 100%. Hozir odamlar shunaqa aytdim-ku, 99% holatda odamlar o'zini hayotida yo'q narsani ko'rsatgisi keladi. Savol beraman, nimaga? Kimga nimani isbotlamoqchisan? Real hayotda shunaqa bo'lgan? Yana siyqasi chiqqan, ko'pchilikni g'ashiga tegadigan holatlardan biriga aylanib boryapti. Boya biz takrorlab, biz sanab o'tgan vaziyatlardan tashqari yana bir narsa bu podkast ko'rinishidagi kichik suhbatlarni intervyu tarzida joylash. Menimcha eskirdi bu ham. Kimdir kamerani ortida turib savol tashlaydi, u esa javobini aytadi. Menimcha shunaqa format prosta oson. Agar inson, odam gaplab bilmasa kameraga, uni yonboshga qaratib qo'yamizda gaplatamiz. Misol, shunaqa videolar uyatchanglar uchunmi bu? Ha, uyatchanglar uchun. Nimaga desa, o'tirib kameraga gaplab bilmaydi ular. Misol, shunaqa sirlar bor. Kamerani yoqib qo'yamiz, unga aytmaymiz kamera yonib turganini. Faqat suhbatlashamiz. Qani nimani olamiz bugun videoga deb, shuni suhbatlashamiz. Shu suhbatning ichida hamma kontent olinib bo'linadi. Tasavvur qildimda, deylik, stomatolog faoliyatini yorityapsiz. Uni shaxsiy brendi, ish faoliyatini reklamasi, targ'iboti bilan shug'ullanyapsiz. Xuddi shunday savol-javoblar tarzidagi video kontentlarga bugun ko'zimiz ko'p tushyapti-da endi. Xuddi shunaqa savol-javob tarzida bo'lyapti. Lekin ayrimlarni kuzataman, juda zo'r savollar beriladi, zo'r javoblar aytiladi. Ayrimlarni kuzatamiz, shunchaki berilgan savol va shunchaki aytilgan javob bo'lib qolyapti. Demoqchimanki, farqli jihati aynan uning o'sha muayyan bir holati, fikrlashi, eng kerakli ma'lumotlarni yetkaza olishi siz bilan ishlayotgan insonning o'ziga ham bog'liqmi yoki g'oyalar, ssenariylar o'rgatiladi, yordam beriladimi jamoat tomonidan? Mutaxassisning o'zida bilimi kuchli bo'lsa, unga kontent plan yozish oson bo'ladi. Agar bilimi bo'lmasa, siz yozib berganingiz bilan u kontent yaxshi chiqmaydi.
Foydasi yo'q. Shuning uchun, foydasi yo'q. Shuning Eng uchun qiyin usul qaysi? Ishlash usuli. eng qiyin usuli yo'q, bilimi bo'lishi kerak. Agar shu narsalar bo'lmasa, qiladi. o'zini jalb qilmaydi odam. Deylik, mana shunday holat bo'lmasa, sizni mijozingizda yoki siz bilan hamkorlikda ishlayotgan insonda yana qaysi ta'sirchan usullardan foydalanish mumkin? Bizga qadriyati muhim, bermoqchi bo'lgan qiymati muhim va suhbat asosida so'raymiz. Kameraga ishlashi qanaqa, gapirish toni qanaqa, xarizmasi bormi? Shu narsalar inobatga olinadi. Haqiqiy mutaxassis o'zidan gapiradi. Chunki oldin mana 2022-yillari kim chiqib gapirsa ham yeb ketaverardi. Chunki bozor bo'sh edi. Hozir endi saralanyapti. Hozir uni filtrdan o'tadi. Kim xarizmatikni, kim ta'sirchan gapira olsa, fikrini teran yetkaza olsagina o'sha insonning videosi haligi Instagram tilida aytganda yeb ketadi. Aktyorlik mahorati ham kerak Juda ekan, muhim, biroz juda ham. ayyorlik ham. Juda muhim shu narsalar. Hamma narsa kerak ekanda. Siz bilan suhbat asnosida ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizni ham kuzatib boryapman. Nega sizni tanlashmaydi deb savol tashlagansiz va buni sabablarini sanagan ekansiz. Birinchi, ikkinchi sabab sifatida ishonch va aniqlik, uchinchi, to'rtinchi sabab sifatida farqlanish va dalil degan narsalarni qo'ygansiz va buni yetarlicha sharhlagansiz. Endi sizga savolni sal boshqacha beraman. Nega sizni tanlashadi? Va bugungacha nechta shogird tayyorladingiz? Demak, bu shu kungacha, misol, aslida men 2020-yildan beri bilim berib kelaman. Kurs ochish bilan shug'ullanaman. Bugunga endi hisoblasak 100 dan ortiq va Xorazmda mana shu yanvar oyidan boshlab aynan soha va biznes egalariga mentorlik dasturini ishlab chiqib, dars berishni boshladim. Nimaga meni tanlashadi? Birinchi o'rindan borni gapiraman. Suhbatga keladi yonimga, ochiqcha gaplashamiz. Hammasini aytaman, nimani o'rgatishimni, qayerdan bunaqa bilimga kelib qolganimni, qanaqa yutuqlarga erishganimni, qadriyatlarimni aytaman, hamma narsani ochiq-oydin gapirib beraman. Shuning uchun tanlashni. Endi bilmadim, so'rang mana o'zida. Hozir so'raymiz. O'sha 100 nafar shogirdingizni hammasi ham o'zini ishini ustasiga aylanishdi bugungi kunda yoki kechganlar ham bormi? Yo'q. Ammo ochig'ini aytaman, bu yerda ham kurs o'qigandan keyin hamma kursda o'zi statistika bor. 70% oxirigacha bormaydi. Bu statistika isbotlangan. 70% oxirigacha bormaydi. Qolgan 30%dan ham 90% davom ettirib ketadi. Qolgani to'xtaydi. Chunki bu tabiiy narsa. Kimdadir bu narsa o'xshaydi, kimdadir o'xshamaydi. Hamma o'zini har xil yo'nalishda sinab ko'radi. Mentorlik dasturimizni ishlab chiqqanimizdan keyin bizda hozir 90% holatda hammasini o'sha Instagram rivojlanmoqda va daromad topishga o'tishdi sohasi orqali. Instagram orqali emas, Instagram yordamida sohasi orqali daromad qilishni boshlashdi. Baribir sohani rivojida, o'zini rivojlanishida Instagramning o'rni boshqacha bo'lyapti-da bugun. Juda katta. Chunki shaxsiy brend qurish uchun odamning shaxsiyati kuchli bo'lishi kerak. Shaxsiyat kuchli bo'lishi uchun esa majbur rivojlanadi. Majbur kitob o'qiydi, podkast ko'radi, video ko'radi, bilim oladi. Shu narsani Instagramda to'g'ri pozitsiyadan turib ko'rsatib bersa, keyin odamlar ishonadi. Men xuddi shu ishni qilaman. Ya'ni o'zim rivojimni ko'rsatib boraman. Omadimni ko'rsataman, qancha pul topganimni, qancha pul yo'qotganimni, qaysi ishlarim o'xshadi, qaysi ishlarim o'xshamadi. O'zimning shaxsiy fikrlarim hammasini yoritib borganim uchun menimcha meni tanlashadi deb o'ylayman, yana bilmadim. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan yana bir savol esimga keldi. Shuni ham sizga berib olay, paytdan foydalanib. Men yaxshi bir stilistni bilaman. Ishini ustasi, mahoratli, 20 yildan ortiq tajribasi bor. Ozmi ko'pmi o'ziga yarasha endi mijozi ham bor. Lekin Instagramga chiqmaydi, shaxsiy brendiga ijtimoiy tarmoqda ega emas va uni ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda deyarli bilmaydi. Lekin hayotda uni taniydiganlar kam. Bugungi kundagi vaziyatni e'tiborga oladigan bo'lsak, hamma o'sha reklamaning kuchini, targ'ibotning kuchini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu kabi qo'li gul hunar egalari ham ikkinchi darajaga tushib qolyapti-da qaysidir ma'noda. Instagramda o'zini faol bo'lmaganligi uchun. Lekin yana bir holat bor. Yolg'on reklama ustiga o'zini qayta-qayta kashf qilib, yolg'on targ'ibot bilan o'zini kuchli ta'sirchan qilib ko'rsatib, ko'p odam yig'ib va uni oldiga borganlar keyinchalik afsuslanib qolayotgan holatlar ham bor. Demak, biz xato qilmaslik uchun keyinchalik o'sha buzilgan qosh deymizmi, endi ayollar mavzusi haqida ko'proq gapiryapman, yoki aldanib qolmasligimiz uchun biz borgan odamning oldiga uni shaxsiy brendini ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda o'zini yuritish uslubiga qachon, qaysi holatlarda ishonch hosil qilishimiz kerak. Bu chindan ham o'zini ishini ustasi, bu chindan ham bizni aldamayapti degan ishonch hosil qilishimiz uchun biz ko'proq nimalarga ahamiyat berib uni kuzatishimiz kerak? Bu yerda sal qiyin. Instagram orqali kimgadir baho berish juda qiyin. Hozir aytganingizdek, yolg'on narsani ko'rsatib tashaveradi. Sertifikat olish hech narsa bo'lmay qoldi. Asl bilimini faqatgina yonida borib, amalda ko'rib, bu narsaga ishonch hosil qilish mumkin. Chunki Instagramga chiqib, qo'pol qilib aytganda aqlli gaplarni gapirgani bu insonning mutaxassis degani emas.
natijalari, o'quvchilari otziv deydi. O'sha narsalarni ko'rish kerak. Ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin ishonishingiz mumkin. Keksa onaxonlar ham otaxonlar ham ijtimoiy tarmoqda, ayniqsa Instagramda faol yuritayotganiga va daromadga chiqishayotganiga o'zimiz ham guvoh bo'lyapmiz. Bor unaqa ham bor. Qancha vaqtni o'z ichiga oladi o'rganishi? Mentorlik dasturimiz 2,5 oy bo'ladi. Darslarimiz haftada 4 kun bo'ladi. Juda jiddiy qaraymiz bu narsaga. Darslarda vazifalar beriladi. Vazifani bajarmasa maxsus jarimalarimiz bor. Pul ko'rinishida. Niyatimiz vazifasini bajarsin. Bizga uni shunchaki pul kerak emas, natijaga olib chiqishimiz kerak har bitta o'quvchini. Darsga kech qolib kelsa kirgizmaymiz. Ana endi so'rang shogirdlardan deganingiz, shu haqda ham so'raylik. Jarima to'lashga to'g'ri kelganmi? Quvilganmisiz darslardan? Men o'zim ko'p tushganman jarimaga. Bizlarga vazifa bergan. Instagramda erkin gaplashish uchun avtobusda turib, istora olish kerak bo'lgan. Rapor esa 1 minut gaplashib bo'lgan. Bugun biz Xushnud To'rayev ustozning kursida dars o'tdik. Bizlar SMM bo'yicha, shaxsiy brend bo'yicha, nishab profilni to'g'ri yuritishlik bo'yicha bilimni oldik deb shuni ochishimiz kerak bo'lgan. Men bajarib bilmayapman. Nimaga to'liq bajara olmadingiz? Nima xalaqit berdi sizga o'shanda? Uyaldingizmi jamoat joyida yoki qo'rquv bo'ldimi? Uyaldim. Bu yerda kamida 30-40 odam boradi. Qishda bo'lgan gap, yanvar oyida. Endi bu Instagramga kirib kelayotgan vaqtimda desam bo'ladi. Hayajon bo'lgan, vazifani oxirigacha bajarib bilmayapman. Bu jazolash usuli menimcha boshqa bu xatoni qilmaslikka ham undayda. Endi sizga yuzlansamda boya holatlar haqida sanab o'tdik. Demak, so'zamollik, qaysidir ma'noda orator bo'lishi insonni, kamera bilan ishlay olish qobiliyati, bu qo'rquv ko'pchilikda bo'ladi-da endi kameraning oldida hayajon. Mana men degan insonda ham bo'lishi mumkin, agar sohasini ustasi bo'lsa ham. Juda ko'pchilik holatlarni sanab o'tdik. Insonni yosh haqida ham mana gapirdik, yosh chegarasi bor baribir ulg'aygani sayin ishlash qiyin deb. Ko'rinish qanchalik muhim, tashqi ko'rinish? Yo'q, muhim emas. Aksincha, ko'rinishidan ko'zir sifatida foydalanadigan insonlarni ham ko'rganman. Misol, ortiqcha vazni bor insonlar yoki haddan tashqari ozg'in insonlarni ham. Ko'rinishi boshqacha bo'lsa, o'shandan ko'zir sifatida foydalansa bo'ladi. Chunki hammadan ajralib turish kerak Instagramda. Eng asosiy qoidalardan biri Instagramda siz ajralib turishingiz kerak. Buni imij deb aytadi, o'zingiz shaxsiy imijingiz bo'lishi kerak. Va bular ham o'rgatiladi. Albatta. Albatta, biz mentorlikda hammasi detalni o'rgatiladi. Qanday qilib ajralib turish kerak, qanaqa imij tanlash kerak, qanaqa pozitsiya tanlash kerak, hammasi o'rgatiladi. Qaysi yo'nalishdagi uslublar kuzatuvchilar diqqat va e'tiborini tortyapti? Nima yangiliklarni qo'llayapmiz ko'proq yoki ularni qaysi uslublarda o'zimizga tezroq tortib olish imkoniyati bor? Asosan aytadigan narsam bu samimiylik. Odamni boricha ko'rsatish kerak. То есть yasamay hech narsa kerakmaydi. O'zini bilimini ko'rsatib berish kerak. Nechik mutaxassis u odam. Men asosan faqat texnik tomonga javob beraman. Videoga olaman, montajini ustida turaman, shu narsalar bo'yicha. Lekin ideyalar 90-95% Xushnuddan chiqadi. Ideya topishga qiynalmaysizmi? Eng qiyin ishda baribir endi har safar yangilik izlab topish. Har kim uchun yana. 2020-yildan beri media sohasida bo'lsam, tajriba evaziga misol juda tez ideya topib nima qilamiz. Endi buni to'g'ri ketma-ketligi bor. Ya'ni shaxsiyatni ochish kerak boshda. Biz mijoz bilan biz 5-6 soat suhbat o'tkazamiz. Boshidan oxirigacha bizga hayotlarini aytib beradi, o'shani ichidan g'oyalarni chiqarib olaman. Va hozirgi kundagi dolzarb mavzular inobatga olinadi. Hozir o'zim uchun bir narsani tushundimda, demak shaxsiy blog yuritish o'z yo'liga, shaxsiy brendni yaratish bu jarayonda o'z yo'liga. Demak, ikkalasiga ikki xil qarash shart. Va endi blog yuritayotgan blogerlar haqida ham so'ramoqchiman, ularni kamsitmagan holda. Faqat blog yuritib, o'zini hayotini ko'rsatib, har kuni o'sha ertalabdan turib nima ish qilishi, kechqurun qayerga borishi, nima kiyishi yoki Xorazmni o'zaro o'sha so'z o'yinlardan foydalangan holda qaynona kelin obrazlarini shakllantirib, juda ko'p holatlarda o'zini blogini yuritayotgan blogerlar bor. Ular bugun shaxsiy brend ustida ishlashmayapti. Ularda ham xatolik bormi demoqchiman. Shaxsiy brend bilan shaxsiy blogni farqi unchalik katta emas, lekin o'sha blogerlarni blog yuritish ham ularning shaxsiy brendiga ta'sir qiladi. Ya'ni insonlar blogerlarni qanday inson sifatida eslab qolishi, o'sha blogerning ismi aytilganda kim ko'zini oldida gavdalanishi, bu o'sha blogerning shaxsiy brendidan dalolat. Qiyofa shakllantirish kerak qiyofa, ekan insonlar gapirishi, xarakteri, qadriyatlari qanaqa shakllansa, o'sha bloger demak o'shanaqa yo'l bilan shaxsiy brendini rivojlantirgan. Shaxsiy brend aslida hammada bor. Instagram bo'lmagan paytim shaxsiy brend bo'lgan. Misol uchun mana to'y hashamlarga borsangiz, kimdir haqida gapiriladi-ku, u mashina olibdi, uy olibdi, nimadir bo'libdi. O'sha inson shaxsiy brendidan dalolat. O'z ustimda ishlayman deb turib, shaxsiy hayot haqida ochiqdan-ochiq gapirish mumkinmi yoki baribir chegara qo'yish kerakmi? Chegara bo'ladi. Ayta oladigan gaplar bor, aytilmaydigan gaplar bor.
Bugun yig'i siqi qilib chiqayotgan, sal narsaga yig'i qilib xalqdan yordam so'rayotgan yoki muammoli holatlarga to'xtalayotgan odamlar ham bor-ku, ko'ryapmiz-ku, kuzatyapmiz-ku. Endi insofni o'ziga bersin deymiz. Bu ham noto'g'ri yo'l aslida. Albatta noto'g'ri. Bu ochiqdan ochiq qo'pol qilib aytganda sadaqa so'rash degan gap bu shuncha mashhur bo'lib turib, haligi 16 yoshimda mashina oldim deb chiqdim bittasi. Shunaqa narsa. Men erishdim bunga deb. 18 yoshimda mashina oldim. 2 hafta oldin uyim yonib ketdi deb chiqqan, keyin mashina oldim deb chiqdi. Xalqning ustidan kulishdi bu narsa. Aldashga ham kiradi va ishonch yo'qoladi. Albatta. Shaxsiy brend so'zining ma'nosi ham shaxsga bo'lgan ishonch. Siz qaysi yo'l bilan insonlarni ishontirgansiz o'zingizga? Bu narsa ertaga yoki sizga plyusga yoki minusga o'ynaydi. Siz allaqachon qadam tashlab bo'lgansiz va boshqalarni ham shu qadamni tashlashga undayapsiz. Bu qadamni tashlashga, ya'ni ijtimoiy tarmoqda faol bo'lishga, Instagramda o'zimizni qobiliyatimizni ko'rsata olishga bugun har birimiz majbur bo'lyapmiz. Endi shu jarayon davom etadi deb bemalol ayta olamiz. Faqat bu katta ummonda suzish uchun o'zimizda kuch topa olishimiz kerak va yaxshigina suzish qobiliyati ham bo'lishi kerak. Nima maslahat, nima tavsiya berasiz? Suzmoqchi bo'lganlarga yoki bu dengizda allaqachon suzishni boshlaganlarga? Boshlamoqchi bo'lganlarga shunchaki boshlang. Qulay vaqtni kutmang, chunki qulay vaqt hech qachon kelmaydi. Hech qachon kelmaydi. Biz xohlagan qulay vaqt, qulay vaziyat, pul, ustoz, kurs hech qachon kelmaydi. Uni biz yaratamiz. O'zimiz vaziyatlar orqali yuzaga keltirib foydalanishimiz kerak. Bu narsani boshlaganlarga to'xtamanglar deyman. To'xtamasdan samimiy davom etish kerak. Instagramni eng asosiy qoidasi bu davomiylik. Davomiy bo'lsangizgina qanaqadir effekt ko'rasiz, o'sha daromadga chiqasiz. Chunki baribir hammani niyati, maqsadi baribir oxir daromadga borib taqaladi. Hozirgi kunda ko'p ko'raman, men chiqdim, mana shaxsiy brend boshladim deydi. Bir haftadan keyin yo'q. Qiyinchiliklarni ko'rganda juda ko'p odam to'xtaydi. Qimmat gadjetlar shart emas, oddiy telefonda boshlasangiz ham bo'ladi. Oddiy telefonda boshlab turib, ma'lum bir etapga chiqqandan keyin, pul topib boshlagandan keyin yaxshi gadjetlar o'tsangiz ham bo'ladi. Ustoz bilan suhbatga kelgan vaqtimda birinchi bergan savoli shu bo'lgan. Negativga tayyormisiz? Tayyorman deganman. Vaqtimda bir narsani e'tibor olmaganman. Kamera oldindagi o'zimning hayajonimni, nechik bo'lishini o'zimni tutib bilamanmi yo'qmi? Men kameraning oldida men o'zim aytacak gapimni aytib bilamanmi? Shu narsani e'tibor olmaganman. Men boshlaganimdan beri meni 10 ming dona kuzatuvchi kuzatib turgan bo'lsa, hali shu vaqtgacha negativ kommentariy bo'lmadi. Sababi men borini boricha ko'rsatib kelaman va hech kimga bir reklama berish niyatida chiqmaganman. Nechun desa, o'zi shu vaqtgacha o'zimni qilib yurgan ishimni xalqimizga ko'rsatib borganim izidan men kutmagan darajada menga zo'r kommentariyalar kelgan. Ilgari misol hamma gazeta o'qib yurgan bo'lsa, hozir hamma Instagramga giradi. Foydali ma'lumotlarni ko'rish kerak, shu foydali ma'lumotlarni ishlatish kerak. O'zlaringizni, misol ishlaringizda, kasblaringizda, va Instagramda dim ko'p vaqtlaringizni sarflamanglar. Shu narsa men tavsiyam. Agarda telefonimizni o'zimiz ham kuzatadigan bo'lsak, qaysi ijtimoiy tarmoqdan bir kunda necha soat foydalanamiz degan joyga e'tibor qaratadigan bo'lsak, eng ko'p yuqori qiymatda baribir Instagram turadi. 3 soat, 5 soatlab vaqt sarflaymizda baribir. Va zarurat, ehtiyoj va talabga aylanib boryapti. Mutaxassislarning fikrlari doirasida sizga qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Bu aytib o'tganimizdek, bu talab o'z-o'zidan zarurat ham. Faqat o'sha real hayotdagi borimizni bugun ijtimoiy tarmoqda ham ko'rsatib, o'zimizni shaxsiy brendimizni yaratishga harakat qilyapmiz. Agarda siz ko'rsatuvimizni oldingi sonlarni ham diqqat va e'tibor bilan kuzatib borgan bo'lsangiz, biz ijtimoiy tarmoqda, ya'ni Instagramdan foydalanishning psixologik inson ruhiyatiga ta'siri haqida, uning salbiy oqibatlari haqida ko'proq ma'lumotlarni bergan edik va o'shanda bergan va'damizni bugun bajardik. Xo'sh, uning ikkinchi tomoni nimada? Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, Instagram yuritish orqali biz daromadga chiqa olamizmi? Uning yaxshi tomonlari nimada degan savolning javobini bugun menimcha qoniqarli tarzda sizga yetkaza oldik. Diqqat va e'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Bor gap shu.